beradi. Darhaqiqat bunday olimpiadalar nafaqat bilimlarni oshirishga, balki o'zaro yoshlar o'rtasidagi raqobat hamda muvaffaqiyat hislarini ko'tarishga ham yordam beradi. Juda to'g'ri aytdingiz. Biz esa barcha ishtirokchilarga omad tilab qolamiz. Siz lavhani maza qilib tomosha qilayotgan vaqtda bugun studiyamizga tashrif buyurgan mehmonimizni biz allaqachon kutib oldik. Ular studiyamizdalar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Albatta ular bilan teletomoshabinlarimizni tanishtirib ham o'tsak, para-taekvondo bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi, Hanjou 2022 Parosiyo o'yinlari sovrindori, jahon chempioni, para-taekvondo bo'yicha Parij 2024 17-yozgi Paralimpiya o'yinlari g'olibi, O'zbekiston iftixori faxriy unvoni sohibi Asadbek Toshtemirov studiyamizda bizlar bilan birgalar. Assalomu alaykum. Assalomu Yaxshi alaykum. keldingizmi? Erta tongdan. O'zi to'g'risini ayting. Bu savolni berishim menimcha o'zi xato sportchilar uchun, lekin ertalab tongda vaqtli turish unchalik qiyin emasmi siz uchun? Endi qancha qiyin bo'lsa ham, biz endi hozirgi faoliyatimiz davomida shu narsalarni qilamiz, chunki bu sportsmenni karyerasi uchun erta turish juda foydali, chunki tanaga yoqmaydigan ishni qilsa, tana o'shanga o'rganadi, keyin moslashish oson bo'ladi. Agar hadeb yoqmaydigan narsani qilaversa, keyin injiq bo'lib qoladi. To'g'ri aytasiz. Juda to'g'ri. Juda to'g'ri, Aytyaptilar, haqiqatan ham. ayniqsa sportchilarga xos gaplar bo'ldi. Ha, Sajidaxon o'z dardlarini ham bayon qilib o'tdilar. Demak, sizning muvaffaqiyatlaringiz bilan butun yurtdoshlarimiz va barcha tanish va mana shu yo'lingizni boshiga ozgina nazar tashlaydigan bo'lsak, taekvondo sport bilan shug'ullanishni 12 yoshingizda boshlagan ekansiz va hattoki ota-onangiz bilan bo'lgan intervyuda ham tomosha qilgandim. 2 haftaning o'zida treneringiz, ya'ni murabbiyingiz Abrorjon sizni musobaqaga olib chiqqan ekanlar. Qanday bo'ldi birinchi musobaqa? G'alaba bilan qaytdingizmi? Shu birinchi musobaqa shu o'zimizni Begor shahrida bo'lgandi. Shu endi u prosta shunchaki bizni ko'rib olish uchun sportchilar qanaqa holatda o'shanga olib chiqqanlar. Abror aka shu Begordagi men birinchi ustozim Karimov Abror. Endi birinchi musobaqam bo'lgani uchun hali 2 hafta, hali jamchi ijtimoini bilmayman. Ikkinchi o'rin bo'lib qolgan o'shanda. Shuning uchun shunaqa bo'lib, keyin sal e'tiborga tushibmi, keyin ustozim qarab, shunaqa qilib olib chiqqanlar. Har doim bir savol bergim kelgan sportchilarga, mana ikkinchi o'rin bo'lib qolgan deb biroz baribir xavfgarchilik bilan aytyapsiz, lekin shunaqa vaqtlarda murabbiylar sizlarga qanday qo'llab-quvvatlash so'zlarini aytadilar? Ya'ni kim ikkinchi o'rin bo'ldi, mayli hech qisi yo'q, keyingi safar albatta g'olib bo'lasan degan bir ruhingizni ko'taruvchi so'zlarni aytadilarmi yoki aksincha nimaga ikkinchi o'rin olasan, yaxshiroq harakat qilsang bo'lmasmidi deb qo'yib berishadi? Qaysi usul ko'proq yaxshiroq ishlaydi? Ikkinchisi yaxshiroq. Ikkinchisi yaxshiroqmi? U yaxshi gapirsa, u ajoyib yomon ish qilmabman-ku, keyingi safar ham Erkalanib. Erkalanib qoladi. O'shaning uchun bizga mana hozirgi murabbiyim, asosiy murabbiyim Bobur Qo'ziyev, terma jamoa bosh murabbiyi. Yutqizib qo'ygan paytimiz ham o'sha musobaqa payti o'sha yerda o'zida gapiradilar, kamchiligimizni aytadilar, urishadilar. Keyin musobaqa o'tgandan keyin o'sha gostinitsaga borib, mehmonxonaga borib joylashgandan keyin o'sha keyin u yog'iga to'g'ri tushuntiradilar. Musobaqa payti lekin qattiq qo'l urishadilar, haqiqatan. Lekin keling yaxshi gaplar haqida gaplashsak, ya'ni Parij 24 Paralimpiya o'yinlarida siz albatta finalda meksikalik Luis Najerani mag'lubiyatga uchratgansiz va nazarimda bu faoliyatingizdagi eng yorqin bir uchrashuvlardan biri bo'lgan, to'g'rimi? Albatta, bu chunki Olimpiadaning finali edi. Meksikalik raqibim, u juda kuchli, juda texnikali. Vaqt kelganda yutqazganman ham, yutganman ham va mana oxiri finalni musobaqamiz, finalni jang. Meni qo'lim baland keldi ancha. Yaxshi taktik texnik ishlarda olib bordik ustozim bilan. O'shanda mana g'alaba qozondik. Katta hisobda, yirik hisobda g'alaba qozondik. Bunga barcha tan berdi. U yoqdagi rahbariyat ham, o'zimizni rahbarlarimiz ham barchalari xursand bo'lishdi va 100%lik ishonch bilan o'tirishdi. O'sha yerda hozir anaqa biz yutqazib qo'yadi deyishmadi. Katta hisob bilan o'sha g'alaba qozondik. Juda ham yaxshi, bilasizmi? Bundan tashqari biz qo'shimcha ham qilib o'tishimiz mumkin. Haqiqatan ham sizning zarbalalaringiz hamma tomoshabinlarni juda ham katta hayratga soldi. Nima uchun bunday shiddatli hujumni taktik amalga oshirdingiz? Rejalashtirilganmidi yoki shunchaki raqibni birato'la yengib qo'ya qolay deb rejalashtirdingizmi? Men
yutqazib qo'ygandim o'tgan safar oxirida. Bundan oldingi jangimda bu bolaga o'shanga bu safar ham qo'rqdim yana. Shu yoqqacha kelib shuncha qiynalib, chunki bu meni birinchi Olimpiadam. Olimpiadaga chiqish uchun men 15,5 kilo vez tashlaganman. 15,5 kilo vez tashlaganman. Qancha vaqt oralig'ida bunday natijaga erishgansiz? Mana bahorda 3 oy, keyin yozda 2 oy. Vesini tashlamadim, ushlab yurdim. Bir oyda ichida 15,5 kiloni shuni tashladik. Hali efirdan so'ng unda sir asrorlar bilan bo'lishasiz. Ayollarga bu juda foydali bo'ladi nazarimda. Yo'q, bu zararli. Bu zararli demak. Sog'liq uchun zararli. Bir oyda albatta 15,5 kilogramm bu ozmuncha vazn emas. Oddiy inson uchun zararli. Sportchi uchun bo'ladi. Oddiy inson, organizmi, yuragi o'rganmagan inson uchun bu zararli narsa. Ha, albatta 15 kilodan oshiq yana bir oy ichida bunday vazn tashlash albatta insonni birinchi navbatda holsiz qiladi. Shunga qaramasdan g'alabaga erishganingiz bilan yana bir bora tabriklashdan juda ham xursandman, ochiqni aytadigan bo'lsam. Prezidentimiz bilan bo'lgan qo'ng'iroqda ham ularning tabriklarini eshitgan edik va ularning o'zlari ham ta'kidlab o'tgandilar, va'dangni ustidan chiqding deya. Muhtaram prezidentimiz bilan gaplashish telefon orqali bu mening eng katta maqsadlarimdan bittasi edi, chunki o'sha jangimdan bir kun oldin ustozimdan so'radim. Mana bolalar gaplashyapti, agar yutsak biz bilan ham gaplashadilarmi, shu bizni gaplashtirishadimi deb so'ragandim. Ustozim, hamma qatori sizlar ham agar bir dol ertaga gaplashasan dedilar. Keyin o'shanga eshitdim, xonaga kirdim, keyin xudo xolasa bir dolaman gaplashaman telefon orqali. Xudo xolasa keyin O'zbekistondan borganda ko'rishaman dedim. Xudoga shukr nasib qildi. Endi u paytdagi hayajonlar, endi nima deganimni keyin ko'rdim o'zimni. U payt nima deganimni bilmayman. Chunki hayajon baribir endi juda ham kuchli adrenalin bo'lgandir. Musobaqa paytida ham sizni qo'llab-quvvatlagan ekanlar, to'g'rimi? Ha, o'zi ham aytdilar, menga shu sen jangingni ko'rdim deb aytdilar. Juda shiddatli jang bo'ldi. Men o'shandan eng xursand bo'lganim shu. Menga shu yurtboshimiz tomonidan juda zo'r jang bo'ldi. Xalqimiz bunaqa jangni anchadan beri ko'rmagan deb aytdilar. Ustozlaringga, ota-onangga rahmat aytib qo'ygan dedilar. O'shanga rosa xursand bo'lib, shuncha yillik mehnatlaringizga o'sha vaqt rozi bo'ldingiz, to'g'rimi? Rozi bo'ldim, men rozi. Kirib birinchi aytdim ustozimga, prezidentimiz sizga rahmat aytib yubordilar dedim. Telefon qilib ota-onamga aytdim. Sizlarga prezidentimiz rahmat aytib yubordilar. Ular o'zlarini qanday tutishdi, qanday his-hayajon bo'ldi ularda? Endi telefon orqali aytishmadi-ku. Endi bu yoqda endi o'zlari ular ham ko'rishgan bu qo'ng'iroqni. Ular, biz hammamiz ko'rishdik prezidentdan keyin, prezidentimiz bilan ko'rishdik bu yoqqa kelganda. Endi ko'rishganimizdagi hayajon telefondagidan-da kuchliroq bo'ldi juda. Meni ota-onam ham ko'rishdi. Bundan ham ko'proq xursand bo'ldim. Sababi men sababli ota-onam yurtning boshi bu prezidentimiz bilan ko'rishdilar. Shunga xursand bo'ldim. Juda ham katta iftixor haqiqatdan. Siz gapiryapsiz, meni niyatlarim jimirlab ketyapti. Baribir farzandi bor insonlar bu narsani juda chuqur his qiladi. Ya'ni hamma shu siz kabi sportchilarga qarab, aynan havas ko'zi bilan qarab, bizni farzandlarimiz ham siz erishgan yutuqlarga erishsin deya baribir niyat qiladi. Bilasizmi, mana shu uchrashuvlar deyapsiz, shuncha mana necha yillardan beri siz aynan taekvondo bilan shug'ullanasiz va qanchadan qancha musobaqalarda ishtirok etdingiz. Endichi keyingisi nima? Qaysi musobaqaga siz qanday tayyorgarlik ko'ryapsiz? Nimalar bilan bandsiz bugungi kunda? Xudo xolasa endi bu yoqqa yuqori vaznga o'tdim. Endi bu yoqqa sekin-sekin vaznga moslash jarayonini raqiblarni o'rganamiz va hozirgi eng katta bizni kutib turgan musobaqamiz yozdagi Osiyo chempionati yozda bo'ladi. Undan keyin esa kuzda jahon chempionati bu yilgi. Shu ikkita eng katta musobaqamiz. Shu ikkalasiga tayyorladik hozir. Ularga ham qaytib endi og'ir vaznda chiqishga tayyorgarlik ko'ryapsiz, to'g'rimi? Albatta, endi og'ir vaznda bu yoqda massa ko'proq bo'ladi. Bu yoqda udarlar yana ham qattiqlashadi, zarbalar. Raqiblar. Menimcha bahslar ham sekinlashadi birozda, tempo. To'g'rimi? Chunki baribir og'ir vaznda 80 kiloga nisbatan katta vaznda sal sekinroq bo'ladi, lekin o'ziga yarasha udarlari baribir. Zarbasi, juda shunaqa, chunki chiqdim bir ikkita musobaqaga katta veslar bilan, endi ular endi rostdan ham kuchli ekan.
bilindi. Ha, zarbasi kuchli. Zarbasi. Hozirchalik baribir qiyinchilik tug'diryapti, to'g'rimi? Siz baribir yengilroq vaznga o'rgangansiz. Ozgina qiyinchilik, lekin ustozim shuncha o'rgatdilarmi, xudo xohlasa bu yoqqa ham o'zlari to'g'ri yo'l ko'rsatadilar. Bu yoqqa ham xudo xohlasa yaxshi ketamiz. Qarang, qanchalik muhim o'zi murabbiylarga 100%lik quloq tutish har bir o'gitlariga. Chunki baribir aytishadiki, bir xil sportchilar o'zi tug'ma iste'dodli bo'ladi deyishadi. Bir xil sportchilarni esa ko'proq shu tarbiyalash kerak deyishadi. Siz ko'proq qaysi toifaga kirasiz? Meni tarbiyalaganlar. Menda tug'ma anaqa yo'q, chunki bizni anaqa nima shu uyda ota-ona tomonidan avlodimizda ham sportchi bo'lmagan. Shu men tarbiyalanib shu to'g'rilanib shu keyin sportchi bo'lganman. Lekin ularning o'zlarida ham juda ham katta ishtiyoq bo'lgan. Chunki intervyuda ko'rgandim, onalar aytib o'tgandilar, sport mashg'ulotlariga borish uchun birinchi navbatda uydagi hamma ishlarni qilib chiqardilar, keyin qo'yib yuborardim. Ulgurishim kerak degan vazifa qo'yilgan, to'g'rimi? Demak, siz birinchi navbatda uy yumushlari bo'yicha mutaxassisga aylangansiz. Ha, hammasini bilardim. U payt ikkita opam bor edilar, ular turmushga chiqib ketishgan. Akam ishlardilar. Uyda shu bitta men yordam berardim ayamga. O'shanga hamma ishlarni qilib, endi o'zlariga qolib ketmasin deb. Demak, eng kenja farzandsiz. Ha, eng kenjasi men. Lekin unga qaramasdan baribir unaqa erkatoy emassiz, a? Yoki erkalanishga vaqt yo'q. yo'q. Yoshligingizdan demak chiniqib borgansiz, juda ham yaxshi. Sportni tashlamoqchi bo'lgan vaziyatingiz ham bo'lgan ekan. Eshitishimiz bo'yicha, nima sababdan bunday holat yuz bergan? Endi shu bir marta bo'lgan. Unda ham juda ko'pga ketmaganman-ku, lekin shu rostdan tashlamoqchi bo'lganman, chunki sharoit to'g'ri kelmagan ozgina. Sal moddiy tomondan o'sha payt musobaqalarga o'zimizni hisobimizdan borardik. O'shanda sal qiynalganman. O'shandan keyin tashlamoqchi bo'lganman. Lekin baribir ota-onangiz qo'llab-quvvatlashi hamda davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlashlari yordamida bugungi kun kattagina natijalar bor. Albatta, bu naqd qo'llab-quvvatlash bo'lmaganda hozir Olimpiada medalini ham ololmagan bo'lardi, chunki biz hamma ishlarimizni rahbariyat o'zini bo'yniga oldi. Shu bizning Paralimpiya qo'mitamiz rahbariyatlar bizdan faqat harakat talab qilindi xolos. Biz faqat mashg'ulot qildik, musobaqaga chiqdik, yutdik. Qolgan bu yoqdagi hamma ishlarni biz rahbariyatimiz shu mana prezidentimiz o'zlarining qo'llab-quvvatlashlari bizga ko'rsatgan kattadan katta yordamlari sabab bo'ldi. Chunki agar bizga yordam bo'lmaganda biz chalg'ib qolardik, dokument ishlariga, boshqa narsaga chalg'ib, yo ovqat yaxshi bo'lmay qolsa, ovqat juda yaxshi emas. Baribir mashg'ulotga ta'sir qiladi. Albatta, sharoitlar ham juda muhim rol o'ynaydi. Aslida eng kuchli motivatsiya ham, eng kuchli o'sha xohish uyg'otuvchi omil ham ayniqsa aynan shu menimcha sharoitlar bo'lsa kerak va davlatimiz tomonidan nazarimda bunday shart-sharoitlarning barchasi hozirgi kunda sportchilarimizga nafaqat taekvondoda, balki butun hamma sportda yaxshi sharoitlar yaratib berilgan. Bundan tashqari mana bugun barchamiz hozir miriqib, qiziqib kuzatyapmizki, futbol olamida bizda juda katta portlashlar, yaxshi ma'noda portlashlar yuz beryapti. Hattoki o'zim ham nodir bilasizmi, darrogina o'sha kungi Qirg'iziston bilan uchrashuvdan so'ng shundoq qo'ng'iroq qildim-da murabbiylarga futbol bo'yicha. Farzandlarimni yana qaytadan yozdirib, avvallari borishadi, keyin tashlab qo'yishgandi futbolni, lekin yana yozdirib qo'ydim. Nimaga bilasizmi? Nimaga? Shu o'zbek futbolchilarini ko'rib yana ham ilhomlanib, meni ham farzandlarim shu sportchilarga o'xshab ertaga shu prezidentimiz bilan yuzma-yuz ko'rishsin degan niyatlar baribir uyg'onar ekan. Siz ham futbolni kuzatyapsizmi bugungi kunda? Albatta, futbolda mashg'ulotdan bo'sh paytimiz, shu davom turgan paytimiz kuzatamiz. Ko'proq lekin shu bizga o'tib ketgandan keyin ko'rib qolamiz, chunki mashg'ulotda hozir kuchaytirilgan mashg'ulot bizda. Shu sababli lekin albatta kuzatib boryapmiz futbolni, chunki baribir bizni hamkasblarimiz bitta vatandamiz.